Oston Urunovning goli Persepolisni yana birinchi o'ringa olib chiqdi. Eron Pro Ligasining 11-turidan o'rin olgan qizg'in bahs. Shams Azar va Persepolis o'rtasidagi to'qnashuv muxlislar kutayotganidek dramatik tarzda yakun topdi. Bellashuv lavhalari, gollar dinamikasi va ayniqsa Oston Urunovning porlashi o'yinga alohida ruh bag'ishladi. O'yin boshdanoq jozibali tarzda kechdi. O'yin avvalidanoq Persepolis faol start berdi va 6-daqiqadayoq Rafi tomonidan darvoza ishg'ol qilindi. Ammo bu ustunlik uzoqqa bormadi. 18-daqiqada Shams Azar futbolchisi Mohibi hisobni tenglashtirdi va o'yin yana intrigaga to'ldi. Shundan so'ng o'yinda ikki tomon birday bosim o'tkazib, qarorlovchi gol uchun harakat qildi. Muxlislar uchun adrenalin to'lib toshgan daqiqalar aynan shu paytlarda boshlangandi. 74-daqiqada O'zbekiston terma jamoasi a'zosi va Persepolisning ishonchli vingeri Oston Urunov vaziyatni o'z qo'liga oldi. U jamoasi uchun juda muhim bo'lgan golni urdi va g'alabaning bosh tashabbuskoriga aylandi. Bu zarba nafaqat 3 ochko, balki qizillarning umumiy kayfiyati va turnirdagi mavqei uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Peshqadamlik qayta qo'lga kiritildi. Urunovning g'alaba golidan keyin Persepolis ochkolarini 18 taga yetkazib, turnir jadvalida yana birinchi o'ringa ko'tarildi. Bu jamoa uchun muhim psixologik ustunlik va chempionlik poygasida navbatdagi qadam hisoblanadi.